Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'zma sayida turibmiz. Inshaalloh Andijon qora jo'jalarimizni imenli onalari mana ko'rib turibsizlar holatda. 2,5 mingta tovuqimiz bor. Joylashuvi 20 metrga 8 metrlik joyga joylashgan. 2,5 mingta Andijon qora jo'jalari tovuqlariga, Andijon qora tovuqlariga joy qilganmiz. Ko'rib turibsizlar, holatlari o'ta idealniy, yaxshi. Iloji boricha bu yoqlarga bora olmayapman. Sababi ko'rib turibsizlar, hammasi shu yerdan chiqib, shu yerdan kirib ketadi. Bu yerda ham joyi bor bitta eshigi. Asosan mana shu katta eshikdan kirib chiqishadi. Tuxum foizi tushib ketmasligi uchun yoqlarga bormayman. Shu yerlardan qo'limdan kelgancha obzor qilib beraman. Andijon qora tovuqlari asosan tuxum yo'nalishidagi tovuq bo'ladi. Ko'pchilik go'sht yo'nalishida deb o'ylaydigan. To'g'ri, go'sht yo'nalishida faqat xo'rozlari. Xo'rozlari ko'ryapsizlar mana, katta bo'ladi. Chunki qora shahzodaga chachishtirilgan tovuqlar ular. Ko'rib turibsizlarmi? Qo'lni xo'rozlari katta, chiroyli bo'ladi. Mana bu baqbaqali. Ko'ryapsizlarmi? O'ta idealniy bo'ladi. Shuning uchun Andijon qora tovuqlariga ko'pchilik qiziqish bildiradi. Sababi o'ta tuxumlari ham foydali, manfaatli bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik qiziqadi. Andijon qora tovuqlarining biznesi o'ta yaxshi biznes. Sababi qiziqqan odamlar raza ko'p bunga. Keyin buni ko'pchilik xonaki tovuq emas deb o'ylaydigan. Yo'q, hurmatli obunachilar, bular xonaki tovuq bo'ladi. Faqat xonaki bo'ladi bular. Boshqalardagi har xil bilib bilmagan gapiradigan odamlarga gapiga ishonmanglar. Bular xonaki tovuqlar, 100% xonaki bo'ladi. Chunki qora tovuq. Misol savolda sizlarga, hurmatli obunachilar, birinchi tuxum paydo bo'lganmi yoki tovuq paydo bo'lganmi? Nima deb o'ylaysizlar, hurmatli obunachilar? Ko'pchilik har xil fikrda. Sizlardan iloji boricha so'rovnomada endi men misol bilmagan narsamni sizlar balkim kimdir bilishi mumkin. Kommentariyada yozib o'tib ketinglar, hurmatli obunachilar. Birinchi tuxum paydo bo'lganmi yo tovuq paydo bo'lganmi? Kim biladi? Bu Andijon qora tovuqlarimiz bir kuniga 180 grammdan yeyapti hozir. O'rtacha tuxum foizi 70% tuxum foizi turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'ta katta bo'ladi Andijon qora tovuqlar. O'zimiz hashaki tovuqlarga o'xshamaydi. Chunki bu qora shahzodalarga chachishtirilgan hisobiga o'ta gigant katta bo'ladi. Qaranglar, holatlarini zo'r. Xudo xolasa buni kuzda sotamiz inshaalloh. Kuzda bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir faqat jo'jalari bor. 1 oylik, 2 oylik jo'jalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, jo'jalarni ham yetkazib beramiz. 12 ta viloyat bo'ylab dastlabki xizmatimiz ham bor. Shuning uchun aldanib qolmanglar. Andijon qora jo'jalarini ko'pchilik ko'p joyda har xil narxlar turibdi, har xil jo'jalari bor. Shuning uchun sizlarga tavsiya beraman, iloji boricha ishonarli qo'ldan olinglar, garantiyali bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, 1 kilo jo'jalarimiz yozdirib ketsanglar 6 ming so'mdan bor. Bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz 12 ming so'mdan, 10 kundan 15 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz 15 ming so'mdan, 1 oylik jo'jalarimiz 20 ming so'mdan. Kimga zarur bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. 94lik 571 0111 raqamlariga telefon qilsanglar bo'ladi. Yana nomerimiz 94lik 247 5300 raqamlariga ham telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Iloji bo'lsa, behuda telefon qilmanglar. Kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, jo'jasi kasal bo'lsa, shunaqa narsalarga telefon qilsanglar, hurmatli obunachilar, hali manfaatimiz tegadigan odamlarga javobimiz berib ketamiz. Charchatib qo'ymanglar operatorimizni ham. Shuning uchun qo'lingizdan kelgancha o'zingizlarga kerakli narsani so'ranglar. Oshiqcha savol bermanglar, oshiqcha qiynamanglar operatorni. Chunki kimgadir rosa zarur bo'lishi mumkin-da, uni misol aytadigan gapi. Kimdir tovuqqa kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, kimdir jo'jasi kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun holatga qarab gapiringlar. Mana hozir ichkarini ko'rsatishga harakat qilaman. Ichkarini.
tovuqni joylashlari, tuxum tug'adigan joylari hammasi idealniy bo'ladi. Pipitka bo'ladi suv ichadigan joyi. Hurmatli obunachilar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turish uchun kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bittadan like tugmachasini bosib, keyingi videoda birinchilardan bo'lib ko'rishlik uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan kanalda admini Muhammad Ayub bo'ldi. Hozircha faqat jo'jalariga zakaz olamiz. Tovuqlari ham bor, faqat ob'yomda oladiganlarga 90 ming so'mdan sotyapmiz. Toshkentda tovuqimiz. Bu tovuq Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa degan joydamiz.